qarindoshlari, navbatdagi Bravo modelimizni buyurtma asosida tayyorlab berdik. Razmeri, uzunligi 1.70, divanimizning tushuntirish holati 1.70 cm. Materiali tibbiy materiali, Xitoy materialida qilganmiz. Buni qulaylik tarafi mexanizm orqali kravat holatga keladi. Ko'rishingiz mumkin. Shu holatda yana buni tegidan rossiyskiy mexanizm orqali yana qo'shimcha zdenkasi chiqadi. Ko'rib turganingizdek, joyinglarni ekonom qilgan holatda kerak payt kravat qilib, kerak payt divan holatda ishlatasizlar. Shu holatda ochilgan holatda uzunligi 1.95, enligi 1.70 cm tashkil etadi. Buyurtma asosida katta kichkina variantlarini qilib beramiz. Asosan bizning ishlar zakaz asosida tayyorlanadi. Xo'p, endi yig'ish uchun qulaylik. Bu holatda ham foydalansanglar bo'ladi. Mexanizm 2 xil, 3 xil poложениеda ishlaydi. Yig'ib qo'ygan holatida. Parallellari keladigan bo'lsa 22 plotnosda zdenkalarga 12 cm dan parallel ishlatganmiz. Karkaslari baquvvat, Tavriko rossiyskiy reykalarda, mexanizmi ham rossiyskiy mexanizm. Yana shu holatda, shunday qilgan holatda endi bunga qo'shimcha biz yengillik qilganmiz. Mana shu tarafiga rolik qo'yib berganmiz. Bu nimaga kerak? Mana shu devorga taqab qo'yish uchun mo'ljallangan. Shundoq ko'targan holatda uylar 2 kishi shu holatda kerak emasmi? Rolik orqali bemalol taqab qo'yib foydalansanglar bo'ladi. O'tirish ham juda qulay. Bemalol yelkada tevyapti. Razmeri katta bo'lgani hisobiga bemalol zamonaviy mebelga murojaat qilasizlar. Nomerlarimizni eslatib o'taman. 94 600 0019 Bravo modelimiz.